Qancha ovqat yesangiz ham, agar to'qlik hissini his qilmayotgan bo'lsangiz, doimiy ochliklardan qiynalib, dieta paytida to'g'ri ovqatlanishda yoki ozish kurslarida qatnashayotgan bo'lsangiz, ochlik sizni qiynayotgan bo'lsa, bugungi video darsligim siz uchun. Birinchi o'rinda doimiy ochlik hissini sababini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu aynan leptin rezistentlik holati. Leptin rezistentlik holati bu sizda doimiy ochlik hissini kuchaytiradi. Leptin o'zi bu gormon, ya'ni bizdagi o'sha to'qlik gormonimiz. Ochlik gormoni bor va to'qlik gormoni bor. Ya'ni leptin bu to'qlik gormoni hisoblanadi. Aynan miyaga, ya'ni gipotalamusga signal beradi. Ovqat yeb bo'lganingizdan keyin sizda o'sha ochlik hissini qondirishga yordam beradi. Lekin agar bu gormon faoliyati sizda buzilsa, yaxshi ishlamasa, sizda leptin rezistentlik holati bo'lgani hisobiga doimiy och qolasiz. Normalniy nonushta qildingiz, ertalab uyg'ondingiz 7 da, 8 da nonushtangiz amalga oshirdingiz, lekin qarab turibsizki 1-2 soatdan keyin qorningiz och qolishni boshlaydi. Ya'ni bu chanqash emas, sizda ochlik hissi. Masalan, chanqash hissida bitta stakandagi suvni ichsangiz bo'ldi, qonada, lekin leptin rezistentlik holatida siz stakandagi suvni ichsangiz ham bu holat qolmaydi, chunki sizda organizmingiz o'sha ochlik hissini his qildi. Menga juda ham ko'p ozish marafonlarimda ham umuman juda ham ko'p klientlar menga murojaat qilishadiki, menda doimiy ochlik hissi bo'ladi, Sadoqat. Buni sababi nimada deb. Shu uchun ham men bugungi video darslikni YouTube kanalimga joylashga qaror qabul qildim. Leptin rezistentlik holatini siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, tushundiki, leptin bu to'qlik gormoni. Aynan bu gormon faoliyati buzilsa, bizda ochlik hissi doimiy bo'ladi. Xo'sh, buni bilish uchun biz nima qilamiz? Leptinga analiz topshirasiz. Leptinni normasini, holatini bilgan holatda keyin meni maslahatlarimga amal qilishingiz mumkin. Xo'sh, sababi Sadoqat, nimaga leptin ko'tariladi? Nimaga leptin rezistentlik boshlanadi deydigan bo'lsangiz, birinchi sababi ortiqcha yog' qatlamlari, ortiqcha yog' hujayralari sizda ko'payib ketganini hisobiga, ya'ni sizda men hattoki 2-chi, 3-chi stependagi ortiqcha tana vazni haqida gapirmayapman. Sizda kerak bo'lsa ortiqcha 5 kilo yoki aytaylik 7-8 kilo bo'lsa ham, sizda bu holat bo'lishi mumkin. Ya'ni leptin rezistentlik holati kelib chiqadi. Demak, ortiqcha tana vazni bor insonlarda doimiy leptin gormoni yuqori yuradi, leptin rezistentlik holati bo'ladi. Ikkinchi sababi noto'g'ri ovqatlanish. Ratsioningizda juda ham ko'p uglevodli mahsulotlarni iste'mol qilasiz. Bilasiz, uglevodli mahsulotlar, aynan o'sha tez hazm bo'ladigan uglevodlar sizni organizmingizga to'qlik hissini bermasdan uni qayta va qayta so'raydi. Aytaylik, bitta stakandagi kolani ichyapsiz. Siz o'sha bir stakandagi kola bilan qoniqasizmi? Yo'q, qoniqmaysiz. Ikkinchi stakandagi kolani ichgingiz keladi, chunki tarkibida kofein bo'lgani hisobiga u turdagi mahsulotlar, bu marketologlarda u turdagi mahsulotlar sizni organizmingizda yana qayta o'sha mahsulotlarni talab qiladi. Yoki fast food mahsulotlari ham tarkibida juda ham ko'p glutamat, natriy bor. Siz qancha ko'p yesangiz ham yana shu ovqatlarga bo'lgan talabingiz ortib ketaveradi. Demak, noto'g'ri ovqatlanish bu leptin rezistentlikka sabab bo'ladi. O'ta yog'li ovqatlar ham. Keyingi muhim bo'lgan vitaminlardan biri yetishmasa, sizda leptin rezistentlik kelib chiqadi. Bu vitamin B gruppasi. Bilasiz, vitamin B gruppasi aynan B9, B12 ga men odatda ozish marafonlarimda juda ham ko'p aytaman. Eng mashhur bo'lgan vitaminlardan bu vitamin D va vitamin B gruppasi. Vitamin B gruppaga mos bo'lgan ovqatlarni ratsioningizga kirgizish, oziq-ovqatlarni yoki foliy kislotasi qabul qilish leptin rezistentligini oldini olishga yoki uni leptin rezistentligini holatini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Lekin bunda albatta analiz topshirish kerak. Ayrimlarda ayrim ichadigan dori tabletkalari orqali vitamin B gruppasi o'ta baland ko'rsatkichda ham bo'lishi mumkin. Undan avval esa sababini bilish uchun analiz topshirish tavsiya qilinadi. Va eng muhim sababi bu bizani bir kunda juda ham kam uxlashimiz. Uyqu normasi 6 soatdan 8 soatgacha berilmadimi, sizda leptin rezistentlik holati bo'ladi. Ya'ni siz energiyani qayerdan olasiz? Asosan biz uxlagan paytimizda miyalarimiz dam oladi, hech narsani o'ylamaymiz. O'sha paytdagina siz masalan ertasi kuni ko'proq energiya kerak bo'lmaydi yoki ko'proq siz ochlik hissini his qilmaysizda, norma holatda ovqatlanishni boshlaysiz. Lekin bu narsa emizikli va homilador ayollarga ozgina qiyinroq, buni tushunaman. Ayniqsa emizikli ayollarga 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan davr bu eng qiyin bo'lgan davr hisoblanadi. Lekin farzandimizni ham albatta ratsionini to'g'irlash, uyqu rejimini to'g'irlash biz onalarning qo'lida. Ya'ni agar siz farzandingizni norma holatda kechqurun uxlashni xohlasangiz, iloji bo'lsa kunduzi kamroq uxlating. Mayli uxlasin, lekin uyqusi kelmagan bolani yana majburlab uni uxlatish shart emas. Iloji boricha shunaqangi paytda sizga magniy qabul qilish, magniy preparatlarini qabul qilish zo'r yordam beradi. Xo'p, biz bildik, demak sabablarini, leptin rezistentlikning sabablarini. Endi siz bilan yechimni qidiramiz.
Birinchisi yechim. Bu norma ovqatlanish. Ayrimlar bor juda ham mevani yaxshi ko'radi, lekin mevani tarkibida tabiiy shakari, fruktozasi juda ham ko'p. O'zi inson bir kunda 2 dona meva yesa ham bo'ladi. Norma yoshi katta 35-40 yoshli insonlar bir kunda 2 ta, masalan, 2 ta olma bo'ladimi yoki bitta olma, bitta apelsin bo'ladimi? Sizga bemalol yetishi mumkin, lekin ko'pincha biza o'tirib olib o'sha uglevodniy bomba deyiladi mevalarni, ya'ni tarkibida tabiiy shakar ko'p bo'lgan mevalar juda ham ko'p. Mana bittasi qovun bo'lishi mumkin, albatta banan, uzum, bularning hammasi shakari ko'p bo'lgan mevalar hisoblanadi. Siz uni iste'mol qilganingizdan keyin hattoki sizda o'sha ozish jarayoni sekinlashishi mumkin. Demak, norma ovqatlanish, odatiy ovqatlanish, ratsioningizga ko'proq kletchatkalarni, sabzavotlarni, oqsillarni qo'shish sizga leptin rezistentlik holatini yaxshilashga yordam beradi. Ikkinchi maslahatim, ozish kerak. Ey sadoqat, ozish degan paytda dieta deyiladi-ku. Man bu yerda leptin rezistentlik holati ketayotgan bo'lsa, ya'ni juda ham ko'p ovqatlanayotgan bo'lsam, qanaqa qilib ozaman? Men dieta degan narsani eshitkim kelmaydi deydigan bo'lsangiz, albatta mutaxassisga murojaat qiling. Chunki mutaxassis sizni ko'rib, holatingizni ko'rib, aynan sizda nima, qanaqa holat ketyapti, bunda qo'shimcha preparatlar, qo'shimcha dorilar, qo'shimcha biologik faol qo'shimchalar ratsioningizga qo'shish kerak. Unda esa albatta analizingizni расшифровка qilib, sifralarini ko'rib chiqish tavsiya qilinadi. Buni esa faqatgina mutaxassislar bajaradi. Masalan, meni ozish marafonlarimda juda ham turli xildagi insonlar bilan biz ishlaymiz va gormon analizlarini topshirib kelgan paytda ular ham chiroyli ozishadi, ham gormonal fon norma holatga kelishni boshlaydi. Uchinchisi, vitaminlar qabul qilish. Vitamin D ni yilning 4 ta faslida ham qabul qilishingiz mumkin, faqatgina vitamin B gruppasiga ehtiyot bo'lamiz. Ya'ni ayollardagi o'sha kista mioma bo'lgan paytda vitamin B gruppasini qabul qiladigan bo'lsa, o'sha kista miomalarni, o'simtalarni o'stirib olishi mumkin. Bunda albatta aytganimdek, analiz topshirib mutaxassis bilan albatta maslahatlashishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Va eng oxirgisi bioritmga amal qilish. Bioritm bu ertalab sizni ertalab nechida uyg'onishingiz, nechida uxlashingiz. Mana shu rejimni normaga qo'ygan paytingizda sizda leptin rezistentlik holati kuzatilmaydi. Ya'ni kuzatilinsa ham juda ham og'ir bo'lmasligi mumkin. Ya'ni ovqat yemasa qanaqa qaltirab ketadi ayrim insonlar. Voy, qaltirab ketyapman, mazam qochib qoldi deydi, o'tirib olib ko'filarni, shirinliklarni iste'mol qilishadi. Mana shu holatdan chiqib ketasiz. Menimcha bugungi ma'lumotlar siz uchun juda ham ko'p ma'lumotlar bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying va menga obuna bo'lib, keyingi videolarni kuzatishda davom eting.